O'z tajribamdan kelib chiqqan holatda nima deyman? Birinchi navbatda ayollarimizda homiladorlik yaxshi o'tishi kerak. Homiladorlik yaxshi o'tgan ayol tug'rug'i ham oson kechadi. Organizm shunchaki tayyor bo'ladiki tug'ruqqa va albatta tug'ruq ham oson bo'ladi. Qancha homiladorlik yomon o'tsa, vaqtida kasalliklar davolanmasa, tug'ruq asoratli bo'ladi. Ikkinchi navbatda homilani tug'ruq vaqtidagi vazni, ya'ni harakat qilinglar, katta bola qilmaslik. Katta vazndagi chaqaloqlar ular ko'proq puk bolalar bo'ladi va tez kasalmand bo'ladi. Ya'ni ularni ortiqcha vazn hisobiga kislorodga ehtiyoji ko'proq bo'ladi. Va bunday bolalar nimjon bo'ladi. Hamda tug'ruqda travma olishga ko'proq moyil bo'ladi. Ham homila, ham ona ham har xil travmalar bo'lishi mumkin. Yirtilishlar, bachadon bo'yni, hattoki bachadon yirtilishgacha simfizitlarni gapirmasam ham bo'ladi. Uchinchi maslahatim bu 35-36 haftadan keyin ayol aktiv harakatlar qilish, ya'ni ko'proq piyoda, sayr qilib yurish, uglevodlarni kamroq qilish, agar uyda mashqlar qila olsa, mashqlar qilsa, jinsiy aloqani ham albatta ko'pchilik yosh katta ayollarimiz yoki buvilar bilishadi. Jinsiy aloqaning foydasi, ya'ni shahvat ichida prostaglandin degan modda ko'p bo'ladi. Bachadon bo'ynini tayyorlashga, yetiltirishga, yumshatishga yordam beradi. Ya'ni tug'ruqqa yaqin vaqtda regular jinsiy aloqa bo'lgani yaxshi, lekin yana bir bor aytaman, ehtiyotkorlik bilan. Tug'ruqqa yaqin yallig'lanish jarayonlarini hammasini yo'qotish kerak. Ya'ni ajralmalar yomonmi? Albatta davolash kerak. Iloji bor bo'lsa 35-36 haftada beta gemolitiskiy stafilokokka mazuk, ya'ni surtma topshirish. Mana shunda homilani shu infeksiyadan asraysiz, tug'ruq jarayonida yirtilishini oldini olasiz. Ayolning uyqusi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni agar ayol uyquga pishgan, ya'ni uyqusi normada bo'lsa, charchoq holatda bo'lmasa, bu isbotlangan narsa. Ya'ni tug'ruq paytida yaxshi ovqatlanib, yaxshi suv ichgan ayol yaxshi tug'adi. Chunki suv yetarli bo'lsa, bizda gipofiz bezdan ishlab chiqarilgan oksitotsin yaxshi ishlaydi. Bachadon yaxshi qisqaradi. Yaxshi qisqarsa bu tezroq sheyka ochiladi, tug'ruq tezroq bo'ladi va qon ketishini oldini oladi.